Bugun sotuvda O'zbekistonda kamyob bo'lgan BMW M8 Competition kabriolet versiyasi. Buni olgan yangi egalari mashinani ichki, tashqi texnik xarakteristikalariga umumiy $15,000 pul sarflaganlar va hozir mashina haydashga ideal holatda. Buni yili 2021 va 40,000 km masofani bosib o'tgan. Kapot ostida 4 litrli twin turbo motor yotibdi va bunda 625 ta ot kuchi bor. Bunda M8 stokovoy diskasi turibdi, tarmoji sistemasi bo'lsa perforatsiyali. Aytganimdek, mashina kabriolet. Bunaqasi O'zbekistonda sanoqli. Buni saloniga keladigan bo'lsak, oq va qora koja did bilan ishlangan, rul alkantaradan va M choklarda tikilgan. Audio sistemasi Harman Kardon va bunga karbon elementlari ishlatilgan. O'zi kabrioletning orqa ko'rinishi alohida tema. Aytgancha buni выхлопной sistemasi ustida ishlashgan, bo'lmasam buni ovozini bitta eshitib ko'ramiz. Ana endi bu BMW M8 Competition kabrioleti narxiga keladigan bo'lsak, $137,000. Agar bu mashinalarni qiziqtirgan bo'lsa, pastda raqam qoldirdim. Aloqaga chiqib bu BMW ni olsanglar bo'ladi.